Yaxshi yigit. Avtobusingiz kelmayaptimi? Yuring, o'zim tashib qo'yaman. Boring, qoltoshing tel. Xudoga shukr o'zimning qizim bor. Hozir kelib olib ketadi. O'zizga qarang. Hozir eshitding sevgi hikoyamni siz. Unda qatnashadi bir bola yu bitta qiz. Chinni bozorda sotiladi basuda. Bolani ismi esa Baxtiyorov Paskuda. Qiz har doim olib kelardi uchrashuvga pechenya. Bola esa kasal edi, olar edi lechenya. 2 yosh baxtli edi, qiz 100 kilogramm edi. Hattoki yigitini ovqatini yeb qo'yardi. Paskudani polvon qizdan ko'ngli sovib borardi. Uchrashuvda ba'zida qizdan o'zini olardi. Bu sevgi tarixini eshitib hayron qolganman. Vaqtida sigirimga o'zim bedab berganman. Yuragim to'ldi mani, bu qalbim o'ldi mani janona degan qo'shiqni qiz yig'lab eshitar edi. Bola esa chekkada burnini kovlar edi. Paskuda sekin-sekin qizga qaramay qo'ydi. U bergan pechenyeni umuman yemay qo'ydi. Endi sevgi hikoyamni finalini jonli ko'ring. Nega yigit o'zgarganin sababini o'zingiz ko'ring. Haydang jonka, men sizni tanladim. Iye, ozgina kechga qoldingiz-da. Nimaga? Men уже boshqasini tanlab qo'ydim. Mani tanlaganlar-da, bular oke. Iloji yo'qmi? Yo'q. O'shanda o'zingiz mashinamga o'tirmadingiz-ku? Mayli. Nozikcham. Isko pecheneng bormi? Kechir meni. Boylikka uchib qoldim. Sen nima deyapsan? Sen hozir umuman tushunmayapman. To'xta, kechirmasdan tur. Nima bo'ldi? Urushyapsizlarmi? Ajrashyapsizlarmi? Oka, ne urushyapmiz? Gaplashyapmiz. Urushmayapsizlarmi? Yo'q. Ketdik Nozik, kechiraver. Zo'r aka pecheneng, a? Uzr endi, sog'lom bo'lib qoldi, a? Xijolatli bo'lib qoldi.